Bir xonali kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimizning e'tiboriga Chilonzor 18-kvartal shundoq 52-50 mo'ykani ro'parasida joylashgan domdan sizlarga bir xona, ikki xona qilingan kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Ushbu kvartiramizda katta yo'ldan 2-domda joylashgan, 1-etaj. Nejiloy qilsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar bemalol yashasanglar ham bo'ladi. Men sizlarga kvartirani kirish eshigidan boshlab tushuntirib o'taman. Kirish eshigimizda temir eshiklar, bu yerda prixoshkamizda joylashgan. Mana bunaqa mebellar ham qilib qo'yilgan. Shu yerda o'zida razdelni sanuzelimizda joylashgan. Bu yog'imizda esa o'sha bir xona hamma sharoitlarga ega qilib qo'yilgan. Bu yerda mana bunaqa mebel qilib qo'yilgan. Bu spalnya ham bo'ladi, kreslo ham bo'ladi. Televizorimiz bor, bu yog'imizda shkoflarimiz ham bor. Kvartiramizda remontli xarid qilib olib, bemalol shu ko'rinishda ko'chib o'tib yashasanglar bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda oldin oshxona bo'lgan. Oshxonani balkonga ichi qazorilgan. Bu yog'i полноценный 2 kishilik spalnya qo'yib qo'ysanglar bo'ladigan xona. Hamma sharoitlarga ega. Shundoq yo'lda yuzasidan men sizlarga hozir tashqari atmosferani ham ko'rsatib o'taman. 1-etaj, mana pastda огороди bor, parkovkasi bor. Bu yog'imizda yo'l 50-lik mo'yka. Shundoq yonginasida joylashgan. Akvaryumlar qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda 1,5 ga 3lik balkon. Shu balkonga aytib o'tganimdek ixchamgina qilib oshxonamizga chiqazib qo'yilgan. Kuxnya mebellari bor. Bu yerda xolodilnikimiz ham bor. Hamma narsasi qoladi. Mebel va texnikasi bilan birgalikda sotiladigan kvartira. Kvartiramizda 33 metr kvadrat, aytib o'tganimizdek 4 etajli dommi 1-etajda joylashgan. Bu yog'imizda hammom joylashgan. Kir mashina bor, dushovoy, bu yerda ham rakmina qilib qo'yilgan. Hamma sharoitlarga ega. Bu yerda hojatxonamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, agarda sizlar arzon narxda bir xona, ikki xona qilingan, yaxshi lokatsiyadan kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, ushbu kvartiramizni sizlarga tavsiya berib o'taman. Kvartiramizda aytib o'tgandek 50 mo'ykani yonida joylashgan, katta yo'lning yuzida. Bu yerdan Chilonzor metroga ham chiqib ketsanglar bo'ladi. Chilonzor metro ham ja uzoq emas. Peshkom 10-15 minutda borsa bo'ladi. Unisini aniq bilmadim, lekin yaqin joyda joylashgan metromizda. Xo'p, men bu 1-etajdagi bir xona, ikki xona qilingan kvartiramizga hurmatli obunachilar $47,000 narx so'ralyapti. Yana kelishtirib, savdosini qilib tushib beriladi. Sizlarda agarda ozgina yetmay turgan summa bo'lsa, kvartira sizlarga ma'qul kelsa, yetmay turgan summa bo'lsa, bemalol kvartirani ipoteka kredit asosida ham xarid qilib olsanglar bo'ladi. Agarda qo'lingizda $20-25 ming pul bo'lsa, bemalol ushbu kvartiramizni xarid qilib olsanglar bo'ladi. Ijaraga berib qo'yishga ham zo'r variant, yashashga ham juda ham yaxshi variant. Kvartiramiz sizlarga ma'qul bo'lsa, shunda telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. Kvartirani olib kelib ko'rsatamiz, yo'qsa joyida baraka notariusda srazu kalit qo'lingizga beriladi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.